Assalomu alaykum. Kiberbiznes muxlislari, bugungi mehmonimiz Firdavs aka. Ular brend markazini, brend patentlash markazini CEOlari, ya'ni boshliqlari ko'plab muammolar bo'ladi. Ya'ni franshizada yoki o'zini brendni patentlamoqchi bo'lgan odamlar ko'p kuyishadi, bir xil odamlarga ishonishadi. Bugun aktualniy mavzuni Firdavs aka bilan gaplashamiz. Brend patentlashni mutaxassislari bo'ladilar. Bularda bizda asosiy aktualniy mavzu, ya'ni bitta aytaylik firma 10 yillab, 20 yillab bitta aytaylik mavzuni ko'tarishadi. Bitta brend ko'tarishadi. Lekin patentlashmaydi. Patentlamaslik oqibatida juda ko'p mojarolar kelib chiqadi. O'shani Firdavs aka bilan biz xudo xolasa gaplashamiz. Firdavs aka, assalomu alaykum. Bilamizki, ko'pchiliklar bitta brend olishadi, lekin patentlamaydi. Franshizaga aylanayotganda ham muammosi kelib chiqishadi. Ya'ni brend patentlamaydi, boshqa odam patentlab qo'ygan bo'ladi. Shuni so'ramoqchi edik. O'shanaqa muammolarni yoki yechim bersa bo'ladimi ularga? Shunga nima deysiz, Firdavs aka? Hozirgi paytda Ibrohim aka patentlash o'zi ko'p yil bo'lmadi O'zbekistonda rivojlanganiga, chunki odamlar ko'p tadbirkorlarimiz orasida patent kerak emas degan noto'g'ri tushuncha yo bo'lmasa u haqida yetarlicha ma'lumotlari yo'qligi sababli yo bo'lmasa bu bo'yicha muammoga hal duch kelmaganligi sababli kerak emas degan sal tushuncha bor. Lekin bu bo'yicha muammolarga duch kelgan odamlar buni o'rni, ahamiyati haqida juda ham yaxshi biladi. Hozirgi paytda O'zbekistonda deyarli juda ko'p tadbirkorlar brendni patentlashni o'zi boshlashgan. Chunki bizga juda ko'p murojaatlar tushadi. Biz so'rovnoma o'tkazamiz. Bu sohada ko'p tadbirkorlarni patentlab berganmiz va bizda call centerimiz xodimlari o'zi nima uchun kerak degan mijozlari ko'pchiligiga ma'lumot berib, gaplashgandan keyin kerak ekan bu narsa deb to'lov qilishadi xizmatimiz uchun. Endi Ibrohim aka, hozirgi paytda tadbirkorlarda uchrayotgan muammolarning eng kattasidan bittasi biri mana shu patentlash. To'g'ri aytdingiz, necha yildan beri o'zining brendiga pul tikadi, ko'taradi, mashhur qiladi, mijozlarga ega bo'ladi-da. Endi nima deydi? Yana ham bir filiallar ochib, mashhur bo'ldim deganda, endi afsuski bizda ko'p tadbirkorlar o'zlari bosh qotirishdan ko'ra tayyor biznesni ko'chirishni yaxshi ko'rishadi. Qaysi mahsulot yaxshi ketayotgan bo'lsa, qaysi nom ostida yaxshi ketayotgan bo'lsa, o'sha nomni qo'yib, yo bo'lmasa mahsulotni ko'chirib kontrafakt holatlar bizda juda ham ko'p. Bunaqa paytda agar tadbirkor brendini patentlamagan bo'lsa, uni nomini ishlatayotgan yoki uni logosini foydalanayotgan yoki mahsulotlarni birga-bir ko'chirayotgan odamga hech qanaqa e'tiroz bildira olmaydi qonun oldida, chunki uni patenti bo'lmasa. Agar brendi patentlangan bo'lsa, nomi albatta uni nomini foydalanayotgan boshqa bitta raqobatchisini qonun oldida ancha shtraflar kutib turibdi. Bu unga katta qo'l keladi. Chunki agar ikkalasi ham patentlamagan bo'lsa, undan keyin ish boshlagan odam patentlab qo'yadigan bo'lsa, unda juda ham qiyin. Sud bo'ladi, deylik, sudda yutib chiqishi ham mumkin. Patentlamagan brend egasi. Lekin unga ketadigan vaqti, asabi, yurist xizmatlari, yugurlari unga patentga ketadigan puldan ancha qimmatga tushadi. Deylik, O'zbekistonda tadbirkorlar orasida hozir ko'pchiligida bir-biriga ataka boshlangan. Chunki ijtimoiy tarmoq juda ham rivojlanib ketdi. Hamma tadbirkor nima sotsa, nima ishlab chiqarsa ham Instagramda, Facebookda o'zini brendini reklama qilish, target yoqish, shu o'zi onlayn sotuvga o'tib ketdi. Menimcha ko'p tadbirkorlar o'zini brendini deylik Instagramda bitta baribir qidirib ko'radi. Shu nom ostida qanaqa nima profillar ochilgan, nimalar bor deydi. Chiqib keladi bir dunyo. Deylik, Toshkentda 20 yildan beri bitta brend ostida bir tadbirkor akamiz ishlayapti. Vohada ham, viloyatda ham xuddi shu nom ostida ancha yildan beri boshqa bitta tadbirkor ishlayapti. Lekin ularni bir-biridan xabari yo'q shu nom ostida ishlayotganligidan. Lekin hozirga kelib ijtimoiy tarmoq rivojlanganligi uchun o'zi ular bir-birini bilishdi. Bu viloyatda ham bor ekan, bu yoqda ham bor ekan degan narsa oshtida, ular keyin o'zini himoya qilishga tushdi. Ertaga bu nom faqat meniki bo'lishi kerak. Unaqa paytda patentlab qo'yadi. Va patentlagan odam u nomni ishlatgan odamga ataka qiladi, to'xtatadi, to'xtatmasa shtraflari baland bo'ladi. Shunaqa muammolar bo'lmasdan oldin har bitta tadbirkor nom tanlashdan yoki biznes boshlashdan oldin o'sha nom patentlasa bo'ladimi, yo'qmi, patent qilinganmi tekshirib, u nomni keyin
tanlashi kerak biznesiga va marketingga qo'rqmasdan pul tiksa bo'ladi. Misol uchun auditoriyamizga qiziq, aytaylik, brend patentlash xizmatlaringiz qanaqa? Standart bo'ladi, sal yoki xalqarolarniki bo'ladi adashmasam. O'shalar bo'yicha ozgina ma'lumot berib ketsangiz. Bizniki xizmat ko'rsatish patentlash markazlari faqat biz emasmiz, boshqa patentlash markazlari ham ko'p, juda ham sifatli, yaxshi ishlaydigan patentlash markazlari juda ham ko'p, patent vakillari. Barchamizga patentni Adliya vazirligi beradi, ya'ni intellektual mulk agentligi beradi. Biz faqat hujjat ishlarida, yo'l-yo'riq ko'rsatishda yordam beramiz xolos. Chunki tadbirkorlarning o'zi ham topshirsa bo'ladi patentlashga. MyGo'dan topshirsa bo'ladi yoki yagondarchadan topshirsa bo'ladi. Lekin patentlashda baribir har bitta ishni qilganda nima deydi? Chumchuq so'ysa ham qasob so'ysin deydi-yu. Patentlashda 45 ta yo'nalish bor, klass bor, kategoriyalari bor. O'sha sohalarni to'g'ri tanlash kerak. Ular tanlayotgan nom patentlandimi, yo'qmi? Yoki tekshirib ko'rish kerak. Oldin boshqa patentlamaganmi? Shunaqa narsalarga ularning vaqti ketib qoladi. Deylik, to'g'ri, bizga to'lagan summa ham baribir arzon emas, yarim puliga o'zi qila oladi. Agar noto'g'ri topshirib qo'yadigan bo'lsa, har 2-3 safar to'lagan puli o'zi bizga to'lagan summadan ko'ra ancha qimmatga tushib ketadi. Xuddiki chet elga ketmoqchi bo'lgan odam viza to'ldirishda hamma qilsa bo'ladi, lekin uni mayda detallariga ahamiyat berish qiyin bo'lganligi uchun vaqt masalasini o'ylab nima deydi? Shuni baribir ustasiga topshirdingizda to'lov qiladi viza uchun ham. Baribir chunki mutaxassis topshirsa vizadan chiqish ehtimolligi nisbatan yuqori. Endi tadbirkorlari vaqti puldan ko'ra qimmatliroq. Shuning uchun ko'p tadbirkorlar patentlash markazlari orqali topshiradi. Chunki biz juda ham ko'p ba'zan ko'rib turamiz. Juda ko'p tadbirkorlar o'zi topshiradi, 3-4 marta o'zi qayta topshirib, atkaz oladida, keyin bizga keladi. Ancha vaqtini yutqizib, pulni yutqizib. Xo'p, Firdavs aka, auditoriyamizga ham qiziq, qaysi aynan misol uchun aytdingiz-ku hozir ko'pchilik tadbirkorlar o'zi topshirgan, o'zi qila olmagan yoki boshqa odamlarga ishonib qo'ygan, keyin o'zi o'xshata olmasdan sizga kelishlari mumkin. Qaysi birlari siz qilib bergansiz, ya'ni brendini patentlab qilib bergansiz? Auditoriyamiz bu narsa juda ham aktualniy, qiziq narsa. Biz juda ham ko'p katta brendlarga patentlashda yordam berganmiz. Biz patent olib berganmiz deyishimiz xato, chunki patentni biz bermaymiz, biz yordam beramiz. Chunki patentni Adliya vazirligi beradi. Va klient mijoz to'lov qildim degan tadbirkor bu patentim 100% chiqadi degani emas. Biz ehtimoliy foizlarda aytamiz. Brendingizni chiqish ehtimolligi shunaqa. Chunki ertaga Adliya vazirligi agar standart shaklda topshirilgan bo'lsa 7 oyda ko'rib chiqib javobini aytadi. Tezkor tartibda topshirilgan bo'lsa 1 oy, ya'ni 20 kundan 40 kun oralig'ida javobini aytadi. Bizniki boshlang'ich xulosa, ehtimolligini aytamiz. Va siz qaysi brendlar o'zi topshirib ola olmaganda, siz yordam bergansiz degan savolingizga men aynan qaysi brendlar o'zi topshirib ola olmagan, ya'ni ular bu bo'yicha xato qilishgan, aynan qaysi tadbirkorligini men ayta olmayman, chunki endi ular xafa bo'lishadi. Lekin bizning xizmatimizdan foydalangan tadbirkorlar ko'p, xudo xohlasa jarayonda turibdi. Deylik, yaqinda ish boshladik, Umid akamiz Ergashev FIDAP xalqaroga, O'zbekiston bo'yicha biz qilib bermaganmiz. Xalqaroda xudo xohlasa ishlar boshlangan. Ko'pchiligimiz bilgan katta mashhur brendlardan, keyin Eliron degan brendlarni ko'pchilik biladi, deylik, uy remontlarida, shpaglovka, shunaqa mahsulotlar, ular xalqaroda. Ular bilan ish boshlaganmiz. Blogerlardan hozirgi paytda avtoblogerlardan Nodirxo'ja aka, Inamarka Hayda brendlarini biz yordam berganmiz. Jigar brendi hali jarayonda turibdi. Keyin Usom aka Vosiyev bor. Ularning eng arzon brendini, logolarini to'g'rirog'i yordam berganmiz ularga. Latif va Pul News brendlarini biz patentlab berganmiz. Balki menda ismi kelmayotgandir, lekin juda ko'p brendlar bilan markazda ham ochganlar bor-ku. O'shani aytib olasizmi? Kamolonga yordam berganmiz. Chunki Kamolon ikkita, bittasiga patentni olishda biz yordam berganmiz. Keyin mashhur brendlar ko'p. Farg'onada 5 bola beton building bor, ko'pchilik tanigan katta brendlardan. Juda ko'p brendlarga hozirgi kunda qo'rqmasdan ayta olamiz, bizning patentlash markazimiz O'zbekiston bo'yicha patentga yordam beradigan o'sha xususiy tadbirkorlik yani subyektlar ichida patentlash markazlari eng kattasi va eng katta jamoaga ega bo'lgan va bir oyda eng ko'p tadbirkorlarga xizmat ko'rsatadigan markazni qo'rqmasdan ayta olamiz. Xo'p, Firdavs aka, navbatdagi savol, qayna misol uchun O'zbekiston sharoitida hozir nechta foiz tadbirkorlar
brendini o'zini ya'ni patent qilmasdan turib yoki franšizaga o'tishganmi yoki aytaylik egallab qo'ygandan keyin konfliktlari sizga yetib kelishganmi? Necha foizda ayta olasiz? Davlat tashkiloti bo'lmaganligimiz uchun deylik bizga kelganlari ham ancha, lekin biz xabarimiz bo'lmagan, boshqa patentlash markazlariga borgan yoki intellektual mulk agentligini o'ziga bu muammo bilan borgan tadbirkorlar juda ham ko'p. Deylik yaqinda ijtimoiy tarmoqda ko'pchilik ko'rdi, restorani Uzum marketga katta shtraf to'ladi. 90 milliondan ortiq shtraf to'ladi, chunki Uzum nomi juda ko'plab yo'nalishlarda patent qilingan. Uzum restorani esa patentlamasdan ish faoliyatini olib borgan va boshqa brendini hozir o'zgartirib patentladi. Sizlarga bitta o'zimizga ham xulosamiz bor. O'zimiz ham Ali ilm o'quv markazimizni 2021 dan 24 gacha olib yurganmiz. Ilm so'zi patent tushgandan keyin at-ta'limga o'zgartirganmiz. Shuning uchun o'quv markazlarida qaysi nomlarini patent qilsa bo'ladi, qaysilarini qilib bo'lmaydi. Misol uchun ilm so'ziga himoya tushgan, lekin bu ilm so'zini patentlash qiyin, chunki bu so'z ommaviy so'z. Hamma o'zimizdan o'tganda bu narsalar. Menimcha, uni yana bitta aniqlik kiritish kerak, chunki ilm so'zini bitta odam patentlab qo'yishi ehtimoldan yuqori, ehtimol juda past, sababi ilm so'zi hamma ishlatish mumkin bo'lgan ommaviy so'zlardan biri. Ya'ni patentlashda ommaviy so'zlarni himoya qilib bo'lmaydi. Ya'ni dorixona, restoran, choyxona bu kabi so'zlar juda ham ko'p. Muloqotda ishlatadigan ommaviy so'zlar bu hammaga tegishli. Ya'ni bu so'zni bitta odam patentlab qo'yib, bu nomni faqat men ishlataman, boshqa odam ishlatish kerak emas deya olmaydi. Patenti bo'lsa ham, patentida faqat logoga patentlash mumkin, so'ziga emas. Chunki patentlashda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsalar bor. Tadbirkorlar juda ham ahamiyat berish kerak. Nom tanlayotganda, ya'ni u tanlagan nom birinchisi patentdan o'tadimi yo'qmi? Yoki boshqa tadbirkor patent qilmaganmi? O'xshashlari yo'qmi? Buni bilish kerak. Chunki biz ko'p tadbirkorlarimizga taklif bilan chiqishadi, bizning xodimlarimiz, ya'ni hozir bizda xodimlar taklif bilan chiqishadi, mashhur brendlarga, ko'pchilik tanigan brendlarga o'zlari siz brendingiz patent qilishmagan ekan, keling yordam beramiz degan taklif bilan chiqishganda, mayli kimdir patentlasa ham yoniga bitta qo'shimcha qo'yaman-da, bemalol men ishlataveraman dedi. Unaqa emas, uni iloji yo'q. Deylik, siz Ibrohim ismini patentlab qo'ydingiz ta'lim yo'nalishi bo'yicha. Ya'ni o'quv markaz yo'nalishi 41-kategoriyada Ibrohim ismni patentlasa bo'ladi, familiyani bo'lmaydi. Patentlab qo'ydingiz, kimdir yoniga Ibrohim Education, Ibrohim Study, Ibrohim o'quv markazi deb qo'shimcha qo'ysa ham foydasi yo'q. Chunki o'quv markazi, Study, Education bu so'zlar ommaviy, hamma ishlatish mumkin bo'lgan so'zlar. Bu degani ommaviy so'zlardan biz qancha qo'shadigan bo'lsak ham hech qanaqa brend o'zgarmaydi. Asosiy Ibrohim so'ziga himoya tushgan va bu so'zni ishlatish mumkin emas. Mana shu yo'nalishda. Keyin bizda endi ko'p tadbirkorlarni patentlab berganimizdan keyin, yordam berganimizdan keyin Instagramga o'z videolarini qo'yamiz, mana patentlar berdik, yordam berdik degan mazmunda kommentariyada ko'ramiz, ko'p insonlar patentda baribir tushunmagan tadbirkorlar emas, ko'proq o'zimiz deylik xalqimiz yozishadi. Bu so'z senikimi, otangdan qolganmi, merosmi senga? Hurmatli tomoshabinlar, so'z patentlandi degani buni hech qanaqa muloqotga cheklov qo'ydi degani emas. Buni xohlagan joyda ishlatamiz. Deylik biz ko'chada juda ko'plab ishlatadigan Adidas, Puma, Nike bu brend hammasi patentlangan, lekin biz bemalol gaplashamiz, xohlagan paytimiz bu so'zni ishlatamiz. Ishlatish hech qanaqa cheklov yo'q, faqatgina o'sha brend patentlandi degani, u brend patentlangan sohada hech kim boshqa bitta biznes egasi shu nomni brend sifatida ishlatishga haqqi yo'q. Ommaga brend sifatida olib chiqishga haqqi yo'q degani. Muloqotda xohlagancha ishlatishga mumkin, cheklov yo'q. Yaqinda deylik, jigarni patentlashga topshirdik degan video chiqarganimizda ham shu ko'pchilik yozishdi, ko'rdik. Jigar so'zi xudo xohlasa patenti endi nasib endi bu yog'i adliyaga bog'liq chiqqandan keyin bu degani jigar so'zini xohlagancha ishlatasiz. Do'konga kirib xohlagancha jigar so'raysiz. Jigar bormi, go'sht bormi? Faqatgina xudo xohlasa so'z chiqsa, patentlansagina jigar nomi patentlangan sohalar bor. Deylik, mashinaga xizmat ko'rsatish deylik. Avtotuning sohasimi? Shu sohada jigar avtotuning deb misol uchun boshqa odam yozishi mumkin emas. Shu haqida gap ketyapti. Auditoriyamizga nima maslahatlar berasiz?
Misol Nima uchun bo'yicha? auditoriyamiz asosan bizani har doim aytamiz, tadbirkorlar yoki franchizaga aylanmoqchi, passiv daromad qilmoqchi bo'lganlar. Auditoriyamizga tushuntirib ketsangiz, ya'ni franchiza qilishdan oldin o'zlarining tizimini qurib kelgan, lekin brendga kelganda sheriklar bo'lsa ham patent qilib qo'yishmaydi yoki boshqa odam patent qilib qo'ygandan keyin mojarolar kelib chiqadi. O'shalar bo'yicha yana nima maslahatlar berasiz? Sherikchilik ayniqsa juda aktualniy mavzularda. Sherikchilik bo'yicha yaqinda biz o'zimizda bo'lib turgan holat, endi akalarimiz o'zi ham balkim ko'rishayotgandir. Vodiyda bir ikkita sherikchilikda ish boshlagan yaqin og'ayni akalarimiz. Ular hali ham yaxshi bir-biriga munosabati, lekin ba'zi atrofdagi boshqa insonlar ularni o'rtada sovuqchilik tushirib qo'ygan. Ya'ni pul tikkan bir akamiz bu do'sti g'oya bergan. Ya'ni g'oya bergan akamiz harakat qilib, ular tikkan pulni rivojlantirib, shu biznesni boshlagan va patentni lekin pul tikmagan, ya'ni ishni g'oya bergan, ishni boshlagan akamiz nomiga qilingan. Endi o'rtada sherikchilikda sovuqchilik tushyapti, pul munosabatni baribir buzadi. Boshqalar qanaqadir o'rtada ular o'rtasiga har xil gaplar tashib, o'rta munosabatni buzishgan va ular hozir alohida ishlashyapti. Lekin brend bittasiniki. Endi u baribir do'sti bo'lganligi uchun endi andisha qilib bu brendni sen ishlatma degani yo'q. Ikkalasi bitta nom ostida, bitta brend ostida, lekin boshqa brend egalari ishlashyapti. Ma'lum bir joylarda bo'lib olishgan o'ziga, deylik, tumanlarda, viloyatlarni bo'lib olishgan, o'sha viloyatda bular sotadi. Bu viloyatda bular sotadi. Lekin ertaga baribir bu akamiz xohlasa, bu nomni o'zgartirib deya oladi. Endi bunaqa holatda sherikchilikda bo'lsa, brend nomini firmani nomiga patentlagan yaxshi. Jismoniy shaxsga olinsa, bu bitta inson nomida bo'ladi. Yuridik shaxsga olinsa, agar yuridik shaxsda firma egasi o'sha ta'sischi, ijrochi deyliklar hammasi deylik firmada ular bo'lsa, sherikchilikda bo'lsa, unda teng huquqli bo'ladi. Va franchiza boshida to'g'ri savol, yaxshi savol berdingiz. Hozirgi paytda muhim bo'lgan franchiza bermoqchi bo'lgan inson ham brendini birinchi navbatda patentlashi kerak. Chunki franchiza olayotgan inson ham u brend patentlanganmi yo'q ahamiyat berish kerak. Chunki patentlanmagan brendni katta pulga franchiza sotib oladigan bo'lsa, ular shartnoma asosida, lekin boshqa odam patentlab qo'ysa yo bo'lmasa uni yonida xuddi shu nomda kimdir ochadigan bo'lsa, u nomni ishlatmasligi uchun kerak. Patent juda ham muhim narsaligi. Misol, deylik, Toshkentda o'quv markazlari ko'p. Everest deymiz, International, Cambridge, juda katta o'quv markazlari ko'p. Deylik, buni O'zbekistonda hamma biladi. Boshqa viloyatdagi o'quvchilar ham Toshkentda shunaqa zo'r o'quv markaz borligini biladi, lekin kelishga imkoni yo'q. Masofa deylik masalasi, har xil masala sabab kelisha olmaydi. Agar o'sha katta o'quv markazlar hozir boshqa viloyatlarda, chekka bir tumanlarda shu nomni kimdir ochsa, u yerda biladigan yoshlar bu boshqa odam ochgan deb o'ylamaydi-da, xuddiki filial ochildi deb o'ylab deylik keladi. Ko'pchilik o'sha nomiga obro'yini biladi, Toshkentda mashhur o'quv tizimi zo'r keladi. Nomi, ya'niki buni filial deb o'ylab. Lekin buni deylik umuman boshqa odam ochgan. Deylik Toshkentdagi asl egasidan so'ramagan, uni ogohlantirmagan, o'zi ochgan havas qilib. Endi u yerda o'qitish tizimi, deylik o'qituvchilarning bilim darajasi, saviyasi, deylik remontlari, talab, tartib, intizom umuman Toshkentdagiga mos emas. Narxlari hamma tarafdan. Endi deylik hozir ijtimoiy tarmoq rivojlangan kimdir shu o'quv markaz mana shu rayonda ochilgandi viloyatimizda, lekin bularda bunaqa deb deylik negativ mazmun video chiqardi. Bu Toshkentdagi haqiqatdan mehnat qilib ishlayotgan haqiqiy egasiga ta'sir qiladi. Meni olib keladi. Ya'ni kontrafakt u nomdan boshqa viloyatda ishlatyapti va endi bu viloyatdagi insonni qanaqa to'xtatish mumkin? Patenti bo'lsagina yop deya oladi. Agar patenti bo'lmasa, bu nom patent qilmagan bo'lsa, xo'p bu nomning egasi ekanligini qanaqa isbotlaysan desa, hech qanaqa qiyin juda ham. To'g'ri, raqobat qo'mitasi buni ko'rib chiqib, hal qilib berishi mumkin, lekin unga ketadigan bo'layotgandaqa harakatlar, vaqt masala, xarajatlar unga qimmatga tushadi. Asablari ketadi, fokusi chalg'iydi. Undan ko'ra shuncha kasallik davolagandan ko'ra oldini olgan yaxshi deydi-ku bizda.
oldindan davolab patentlab qo'ygan. O'sha franchiza sotayotgan paytda tadbirkorlar hozir patenti bo'lmasa, undan so'ramasdan ham bemalol bu nomni qo'yaveradi demoqchiman. Franchiza sotish uchun patent uchun muhim. Franchiza olgandan keyin nima deydi? Uni tartibi, tizimi hammasi bo'yicha, nomi bo'yicha olinadi. Va franchiza olish yaxshi. Chunki sinovdan o'tgan brendni tayyor uni biznes modelini ko'chirgan yaxshi. Chunki bu sohani tushunmagan inson boshqatdan noldan risk qilib, bu biznes hali yuradimi, yo'qmi, katta vaqti ketib, pullarga kuygandan ko'ra, mayli nisbatan kamroq foyda qilar, lekin bunda risk kamroq. Chunki tayyor ko'tarilgan biznes, yurgan biznes, hamma sinovdan o'tgan, brend mashhur, biladi hamma, uni franchiza sifatida sotib olgani yaxshi. Firdavs aka, auditoriyamizga yana qiziqarli bo'ladigan narsadan franchizada umuman yoki tadbirkorlar bilan ko'p gaplashasiz, tizimni roli qanaqa? Sop, ya'ni umuman tizimlashtirishni roli qanaqa? Qanchalik rol o'ynaydi aytaylik tizimlashtirishda yoki franchizada? O'zingiz ham tadbirkorsiz, bu auditoriyamizga maslahat bering. Franchizada ham aytaylik, o'zingiz ham tadbirkorsiz, misol uchun tadbirkorlar bilan gaplashasiz, tizimni roli qanaqa? Aynan biznesda. Juda ham muhim, buni hamma biladi endi. Bilishadi, lekin sizni o'zingizdan eshitadigan odamlar ham franchizani, franchiza haqida gapirsak, franchizada o'sha sop tizimi, sopsiz franchiza deylik, u почти kerak emas. Sop bo'lgandan keyin o'sha franchizada deylik, ovqatlanadigan joy bo'lsa, uni razmeri, vazni, necha minut turish kerak, qancha vaqtda mijozga olib borish kerak, hammasi o'sha hisobga tartib tizim bo'yicha bo'ladi. Va franchiza olgandan keyin anavi franchiza olgan odam o'zi noldan tizimlashtirishi qiyin. Siz franchiza oldingiz, mashhur deylik brendda, katta mashhur O'zbekiston brendda, mashhur brendda deylik franchisani oldingizda viloyatda ochdingiz. Lekin uni tizimi bo'yicha ishlamayapsiz, faqat nomi bo'yicha ishlayapsiz, ranglari, logosi bo'yicha ishlayapsiz. Siz u darajada uni olib ketishingiz qiyin. Sababi bu mashhurlikka erishish, mijozlarda ko'proq mijozga ega bo'lishi mana shu tizim orqali shu darajaga yetgan. Agar siz umuman ular qo'llagan tizim bilan ishlasangiz, umuman boshqa nomni tanlab, franchiza sotib olmasdan o'z noldan ko'tarib, ularning tizim bo'yicha, aniq qoidasi bo'yicha ishlab, hammasi bo'yicha ishlasangiz, siz ham o'sha darajaga olib chiqishingiz bo'ladi. Lekin ko'p tadbirkorlar o'sha tizimlarga amal qilmaydi, ya'ni qo'ygan xodimlari, ishongan insoni vaqtida hammasini tizimlashtirib, yo bo'lmasa qo'yilgan mas'uliyat bilan yondashmaganligi hisobiga yoki mijozga noto'g'ri muomala, aytilgan paytda chiqmaslik. Bu mashhur brend bo'lsa ham, siz uni sopini ko'chirmasangiz, o'sha bo'yicha tizimi bo'yicha ishlamasangiz, u qiyin u brendni mashhur qilish. Ertaga siz franchiza olgandan keyin o'sha mashhur brendni obro'siga minusga ta'sir qiladi. Albatta franchiza sotgan odam uni o'zi tizimlashtirib beradi, o'qitib beradi, har bitta siz o'sha xodimlaringiz hammasini o'zi nazorat qiladi. Chunki u ularga ham muhim. Ular obro'sizlantirish mumkin agar siz unaqa tizimda olib ketmaydigan bo'lsangiz. Mashhur brendlarning hammasi mana Firdavs aka maslahat beryaptilar, tizimlashtirish va franchiza bo'yicha. Mana shu katta mashhur brendlarning hammasi shu ma'lum o'sha qoida, tizim bo'yicha ishlaganligi uchun shu darajaga yetgan. Lekin hozir ko'p o'zim fast food yaxshi ko'raman. Ko'pga kirdim, ahamiyat beraman. Endi ularda qoida bor. O'sha tizim vaqtida deylik, lavash zakaz qildingiz, o'sha lavash buyurtma qilganingizda, menimcha ular o'sha lavashni zakaz qilgandan keyin uni xodimi qanchadir ma'lum paytda o'sha tayyor qilib berish kerak. Chunki yana nimada televizorda tayyor bo'ldi deydi. Borsiz, hali tayyor emas. Chunki ularning vaqti bo'yicha tayyor bo'lishi kerak. Chunki tayyor bo'lmasa, ana xodim mana shitraf to'laydi. Shunaqa tizimlashtirilgan. Tushunyapsizmi? Tizimlashtirilgan, lekin u ishlamayapti. Ya'ni o'sha xodim sekin ishlayapti yoki e'tibor bermayotgani hisobiga ko'p kuzatdim. Juda ko'pchiligida tayyor bo'ldi deydi. Nimada chiqib turibdi, televizorda nimasi, monitorda, chekni ko'tarib borsiz, lekin hali hozir kutib turing deydi. O'sha tayyor degan yozuv chiqqandan keyin yana bir 5-10 minut kutib qoldim. Ko'pida bo'ldi. Mana shunday holatlar deylik ko'p kuzatilsa,
o'sha mijoz sekin uzoqlashadi. Bu bitta detal. Endi bunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Lekin qo'pol muomala, har xil narsalar. Tizim mana shu uchun kerak. Juda ham kerak. Rahmat Firdavs aka, bo'lmasa podkastimizga hop muxlislarga aytadigan nima gaplaringiz bor? Endi tadbirkorlarga, endi bizni ishimiz ko'proq brendni patentlash bo'lgani uchun shu haqida ko'proq narsa bilamiz. Balkim gaplarimiz ichida xatolari bordir. Firdavs aka, bizlarni kuzatib turgan tadbirkorlarga nima maslahatlar berasiz? Endi bizni asosiy ishimiz brendlarni patentlashda yordam berish bo'lganligi uchun brendlarni vaqtida patentlashni maslahat beramiz. Endi boshqa biznesda boshqa yo'nalishlari bo'yicha ko'p bilimga egaman deb o'ylamayman o'zimni. O'shuning uchun noto'g'ri xato gapirgandan jim o'tirgan yaxshi. Lekin brendda patentning muhimligini yaxshi bilamiz. Chunki shu sohada juda ko'p insonlarni ko'rdik. Sherigi patentlab qo'yib, raqobatchi patentlab qo'yib, yugur qilgan, qiynalgan, o'sha nomlarini meni nomimga sal o'xshash bo'lsa, men boshqa qo'shimcha qo'shib qo'yaman deb, lekin foydasi bo'lmaydi. Ahamiyat beringlar. Foydasi bo'lmaydi. Siz tanlayotgan nom ommaviy so'z emasmi? Ya'ni patentlasa bo'ladimi o'zi buni? Siz shuncha marketingga pul tikyapsiz-da, lekin u nom patentlash imkoni bo'lmasa, hamma ishlatish mumkin. Joy nomlari, familiya, mashhur tarixiy insonlar ismlarini patentlash imkoni yo'q. Bu narsaga juda ham ahamiyat berish kerak. Bizga murojaat qilishsa, xodimlarimiz buni intellektual mulk agentligining bazasidan tekshirib berishadi. Ya'ni patentlanganmi yo'qmi? Bu tekin. Ma'lumotlaringizni qo'yib qo'yamiz. Xohlagan paytda murojaat qilishsa, tekin, maslahat barchasi. Xohlasa patentga topshirsin, yo'q, lekin o'zi uchun to'liq ma'lumotga, qimmatli va kerakli ma'lumotga ega bo'ladi. Xullas, bizlarni kuzatib turgan kuzatuvchilar, sizlar franshizaga yoki sherikchilikda ish qilmoqchi bo'lsanglar, sizlarga Firdavs akani maslahat beraman. Bular ancha katta brendlarni hozir aytmayaptilar. Juda o'zimiz yaxshi kuzatib ko'ryapmiz. Juda katta brendlarni patentlab berganlar. Firdavs aka, sizda aynan sohangizda yonib turgan muammolardan auditoriyamizga gapirib bersangiz. Muammolar ko'p, juda muammolar ko'p bu bo'yicha. Misol uchun, chet ellik investorlar bilan ishlamoqchi bo'lgan tadbirkorlar ahamiyat bering. Chet eldan kelgan ko'p hozirgi paytda endi xitoylik tadbirkorlar ko'p kirib kelyapti bizga. Patenti bo'lmagan tadbirkorlar bilan ular ishlashmaydi deyarli. Chunki ular biladi, chet elda bizga qaraganda buni o'rni juda ham ancha yillardan beri dolzarb mavzu. Bizda endi yaqinda ommalashgan, rivojlangan bo'lsa bu soha chet elda ancha oldin bo'lgan. Ya'niki chet ellik investorlar O'zbekistonda o'sha brendni patentlanmagan tadbirkorlar bilan katta qismi ishlamaydi, chunki bizga juda ham ko'pchilik keladi. Tadbirkorlik birga sherikchilikda ishlayapmiz chet ellik hamkorlar bilan, ular patentimizni so'radi. Lekin ancha yildan beri ishlaydi ba'zilari. Endi patent qildiryapti. Patent nima uchun qildiryapti? Sherigi so'raganligi uchun qildiryapti chet ellik. Bo'lmasa u qildirmasdi. Ya'ni brend juda ham patentlash muhim. Sizdan oldin kimdir patentlab qo'ygan bo'lsa-chi, katta pul evaziga sotib olishingiz kerak. Chunki juda ko'pchilik sotib olishyapti. Biz o'zimizga chiqadi. Mana shuni ko'ndirib bering, $10,000, $20,000 berishga tayyormiz deydi. Lekin u odam ko'nmaydi, chunki unga ham muhim bu brend. Shuncha og'rigarchilikdan ko'ra o'zi patentlab qo'ygan yaxshi. Bu bir. Ikkinchisi, hozirgi xitri tadbirkorlar bor, o'zi hech qanaqa biznesi yo'q. Ular o'sha brendlarni patentni muhimligini yaxshi biladi. Kerak bo'lsa o'zi patentlashni ham biladi. Bizga murojaat qilmaydi, ba'zan murojaat qiladi. O'zlari patentlab qo'yib, yangi o'sib borayotgan biznes nomlarini yo bo'lmasa yaxshi nomlarni patentlab qo'yadi-da ko'p sohalarda, keyin o'sha nomni sotadi. Katta pulga sotadi. Bu ham bitta biznes turiga aylandi ko'pchilik tadbirkorlar orasida. Chunki borgan sari jarangdor, unikal, yaxshi nomlar kamayib boryapti. Chunki ko'p nomlar o'sha patentlashni boshlanganligi uchun zo'r nom bo'lsa ahamiyat beradi, ba'zilar patentlab qo'yib keyin sotadi. Patentlashga ko'p pul ketmasligi mumkin, lekin sotganda u ancha foyda qiladi. Shuning uchun siz tadbirkor bo'lsangiz, sizni raqobatchingiz yoki bir sherigingiz patentlab qo'yishi faqat ular emas, sizni qo'rqadigan, patentlab qo'yish mumkin bo'lgan odamlar. Umuman boshqa begona odam bo'lishi mumkin. Sizni kuzatayotgan u deylik boshqa viloyatdagi odam bo'lishi mumkin. Chunki qarayapsiz, marketingga pul tikyapsiz, rivojlantiryapsiz, lekin patentingiz yo'q. Patentingiz yo'qligini u biladi, qanaqa ba'zan tekshirish oson. O'ziga nomiga patentlab qo'yib, sizga qaytarib sotish mumkin. To'g'ri, siz yutib chiqasiz, sudlashadigan bo'lsangiz, chunki sudda ko'rib chiqiladi. Patentlab qo'ygan odam
faqat patentlab qo'yib, lekin bu sohada hech qanaqa mahsulot ishlab chiqarmasdan foydalanmayotgan bo'lsa, sud ishlatayotgan o'sha nomi egasi bor odamga buni patentini rad ettirib, qaytadan buni topshirishga imkon qilib beradi. Lekin unga ketadigan boyatganimizdek vaqt masalasi, asab masalasi sizga puldan ko'ra qimmatga tushadi. Ya'ni tadbirkorlar, ya'ni O'zbekistonda sizlar ishlab chiqardinglarmi yoki o'quv markazi qildinglarmi, IPO'ga chiqayotganda yoki Centralniy Aziyaga, Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqmoqchimisizlar? Firdavs akani maslahatini juda ham amal qilinglar. Firdavs aka, auditoriyamizga maslahat bering. Xo'p, brend patentlayotganda nomga yoki nimalarga ahamiyat berish kerak? Nimalar muhim bo'ladi? Patentlashga ahamiyat berayotgandan oldin nom tanlashga ahamiyat berish kerak. Ya'ni bu nom o'zi boshqa odamdan, deylik, bizda boshqa joyda eshitgan boshqa bir tadbirkor nomi jarangdor bo'lsa, shundoq qo'yib qo'yadi o'sha nomni. Men O'zbekiston deylik, u Vodiyda bo'lsa, bu Vohida. Men Vohida, Vodiyda deylik eshitgan shu nomni, keladi Vohida, u Vodiydagi odam Vohiga kelmasa kelmaydi-yu degan deylik xarash bo'ladida, xuddi shu nomni ko'chiradi. Misol, ko'p ko'rganmiz, ko'p viloyatlarga chiqqanmiz, Sharshara degan restoran, misol, restoran sohasi oladigan bo'lsam, juda ko'p joyda bor. Sharshara choyxona, Sharshara restoran deylik, hamma viloyatda ko'p bor, menimcha. Yo bo'lmasa Orom, Orzu. O'zbekistonda o'z tadbirkorlar ish boshlasa, ko'p tadbirkorlarimiz keladigan nomlar bor o'zi. Bir 4 ta 5 ta, juda ham birinchi kat. Baxt, Omad, Orzu, Orom. Mana shu nom juda ko'p aylanadi. Tadbirkor o'sha nomni tanlash ehtimoli yuqori. Bek. Lekin bu nomlar band patent qilingan. Bu bitta odamga tegishli. Lekin bu nomni ishlatadigan tadbirkorlar barcha viloyatlarda bor. Yoki Asr degan nom, Saroy degan nomlar juda ko'p. Lekin bu nomlari egasi bitta. Endi u inson o'sha nomdan foydalanayotgan insonlarga agar ariza qiladigan bo'lsa, ular hammasi bu nomni yopib to'xtatish kerak, foydalanish kerak emas. Bir marta ogohlantirish beriladi Adliya vazirligi tomonidan. O'sha berilgan muddatda agar u nom o'zgartirilmasa, keyin shtraflari katta. Ham shtraf to'laydi, ham nomini o'zgartiradi. Keyin boshqa brend qilish kerak. Shuning uchun xarajat boshqa nom tanlaganligi yaxshi va bizni yaqinda bo'lgan o'zimni mijozim bir akamiz Saray degan nomni patentlashga topshirganmiz va bizga so'rovnoma kelgan. Ya'ni agar siz tanlagan nom boshqa nomga o'xshash bo'lsa, Adliya vazirligi so'rovnoma yuboradi. Ya'ni sizdan oldin patent qilgan odamdan rozilik xati olishingiz bo'yicha. Agar ular rozilik berishsa, sizga ham patent chiqadi. Deylik, katta mashhur brendlarga ham siz ham patent olsangiz bo'ladi. Agar ular sizga rozilik xati berishsa. Adidasmi, deylik, iPhone'mi, Samsungmi topshiramiz. Agar ulardan rozilik olsangiz, patent chiqadi sizga ham. Rozilik berishmasa atkaz bo'ladi. Endi Saray degan brendni biz patentlashga topshirganimizda Shoh Saroy, Qora Saroy, keyin Saroy, boshqa ko'plab brendlardan rozilik olishimiz to'g'risida so'rovnoma kelgan. Bu tabiiy hol, ko'p bo'ladi. Ya'ni tadbirkorlar o'ylashi mumkin, nimaga meniki Saray, bu Qora Saroy, Shoh Saroy, asosiy so'z, o'zak so'z o'xshash bir-biriga. O'sha uchun nom tanlayotganda sal o'zgartiraman, bitta harf qo'shaman, yo'q, unaqa ketmaydi. Ertaga patent olmaysiz. Rozilik olishingiz to'g'ri keladi baribir. Agar rozilik uchun katta pul so'rashi ham mumkin. Shunaqa. Shuning uchun siz bizga murojaat qilishsa, xodimlarimiz tekshirib berishadi, o'qitish ehtimolligini foizlarda aytishadi, risklari bo'lsa aytishadi. Mana o'xshashi bor, o'tish ehtimolligi bunaqa. Hech qaysi patent markazi 100% garantiya bermaydi. Biz ham 100% patent markazi, ya'ni 100% garantiya patentingizni olib beramiz degan patent markaziga hech qachon ishonmang. Hech qachon. Chunki xulosani Adliya vazirligi beradi. Deyarli Adliya vazirining o'zlari ham 100% garantiya bermaydi bitta odam. Chunki u bitta odam tekshirmaydi, buni ekspertlar ko'pchilik tekshiradi buni. Fonetik jihatdan, eshitilish, yozish hammasi bo'yicha tekshiradigan odamlar bor. Uni bitta odam tekshirib, bitta odamni xohishi bilan chiqmaydi bu. Deylik, bitta ekspert ijobiy, deylik, boshqasi salbiy xulosa berishi mumkin. Shuning uchun birinchi patentlayotganda 100% garantiya berdimi, ehtiyot bo'ling. U aldayapti sizni. Chunki oldindan hech kim bilmaydi. Xuddiki operatsiya bo'lishdan oldin necha marta operatsiya qilgan bo'lsa, o'sha doktor
10 ta operatsiya qilgan, 10 tasi ham ijobiy chiqdi degani, 11-si ham ijobiy chiqadi degani emas. U sabablarni qiladi Allohdan. Biz ham deylik sabablarni qilamiz, bog'liq aytamiz, lekin u yog'i baribir xulosani Adliya vazirligi beradi. Shunaqa.